Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana xudo xolasa yer haydadik, kartoshkaga juyak olib beryapmiz. Haydash jarayonini afsuski tasha olmadim. 192 mizda haydadik bo'tdi. Endi 170 da juyak olyapmiz. Mana cho'plaringni olib tasha, to'g'ri kelmayapti-yu. Mana yer qiyshig'imi nima bala. Xullas. Shu yerdagina temirlar bor, eskitdan teplitsa bo'lgan. Pamix beryapti. Hurmatli obunachilarimiz, bu kartoshkaga juyak 75-80 qilib beryapmiz, sal kengroq qilib. Qo'ldan kelgancha, sababi pikas kartoshka ekiladi. Pikas kartoshkaga kengroq bo'lish kerak dedi asl dehqonlar. O'zim ham oldingi yil ekkanman, haqiqatdan 80 ga ekkanman, zo'r bo'lgan. 75-80 ga ekkanman. Ko'mishda tupoq yetkazib bo'lmay qoladi, shuning uchun kengroq qilib ekkan ma'qul. Buni o'rnida kashinchida, kashinchi yaxshi narx bo'ldi, yaxshi sotishdi. Mana o'zimiz mahallaning bolalari endi kartoshka ekadi. 192 mana tozalab qo'ydik buni. Bugun 3 ta yer haydadi. Yana bundan keyin bor yerimiz, xudo xolasa 2-3 ta yerimiz bor. Sekin qo'ldan kelgancha haydaymiz. Balonlarni almashtirib olsak, xudo xolasa. İmkoniyat bo'lsa keyin bir olib tashagin. Manaqa mannoq. Buni yonini 30 cm kovladi. Chiqsa chiqdi, chiqmasa balgarka ana tiralib qo'yadi. Balgarka bilan kesib tashlaydi tagidan. 30 cm qildi, chunki motoblok tegib qolmasa bo'ldi. Yonida o'tib ketaver endi.
O'zi YouTube'ga ko'proq video qo'yish kerakda, 10 minut. Endi meni nima desa bo'ladi? 10 minut bo'lsa ko'rmaydi-da ko'pchilik. Yo'q, ko'rmaydi 10 minut. Ha. 3 minut. Korotkий. Ha, 2-3 minut, mana hozir 5 minutdan oshdi. Motoblokka qiziqadiganlar ham kamda. Prosta endi toza yerga kelganda video qilish kerak. 2 marta qilsa ham bo'lmaydi o'zi. Haydalgan jarayonni ola olmadik. Hammasiga kartoshka ekasanmi? Hammasiga ekasanmi?